menimcha mavsum boshlandi. Stress va depressiyani chiqarish uchun stress gormoni kortizol, depressiya so'zlari sizga ancha tanish. Hammada shunday holat. Bunday kortizol gormoni suyaklarni yemirish haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Bugun qanday qilib depressiya va stressni kamaytirish haqida gapiramiz. Kortizolni kamaytirish uchun birinchi navbatda piyoda sayr qilishimiz kerak. Har kuni 20-30 daqiqani tabiat qo'ynida, suv bo'yida sayr qilishga bag'ishlang. Bilasizmi? Eng qiziqarli tomoni kortizolda eng ko'p kamaytirish jarayoni bu suv sport bilan shug'ullanish, ya'ni basseynda cho'milish. Menimcha mavsum boshlandi. Stress va depressiyani chiqarish uchun basseynga borsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyingi usulimiz axborotlardan chegaralanish. Har kuni uxlashdan oldin 1 soat, ya'ni telefonni o'chirgan holatda shunchaki miyamizga dam beramiz. Bizga keraksiz bo'lgan turli Telegram, Instagramdagi kanallarni shunchaki uddalay qilib tashlaymiz. Bu bilan biz miyamizni ancha asragan bo'lamiz. Keyingi tavsiyamiz esa 4-7-8 formulasi. Bundan psixologlar juda ham keng foydalanadi. 4 soniya burnimiz orqali nafas olamiz, 7 soniya ushlab turamiz va 8 soniya og'zimiz orqali chiqaramiz. O'zingizni salomatligingizga e'tiborsiz bo'lmang.